Mazza qildimning navbatdagi soni. Azizlar, sizlarning yozgan izohlaringiz har biri biz uchun ahamiyatli. Hozircha mazza qiling. Xavotir ertaning tashvishini to'xtatib qolmaydi, lekin bugunning shodligini o'g'irlaydi. Ayolning ko'z yoshi yerga tushmaydi. U erkakning vijdoniga og'ir tosh bo'lib tushadi. O'ylaymizki, yaxshi bo'lganimiz uchun bizni yaxshi ko'rishadi. Yo'q. Aslida yaxshi bo'lganliklari uchun bizni yaxshi ko'rishadi. Baxillikdan ham xunukroq ish bormi? Albatta bor. Saxiyning saxovat haqida gapirib yurishi. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga maza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Malika yoki Kamina? Izohlarda albatta javoblaringizni yozing.